Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, hamshaharlarimiz. Navbatdagi buyurtmamizni o'zingizlarga topshirdik. Ozgina qisqacha obzorni qilib beraman. Saleshisi Avstriyaning Eger firmasiniki. Mebelimizni korpusiga va eshiklariga dub materialini ishlatganmiz. Bu ham Eger'niki, avstriyskiy. Tashqi qismi fasadiga akril materialni ishlatganmiz, matoviy. Buni rangi izumrudniy rang hisoblanadi. Hop, tortmalarimiz mexanizmi tandem, loshka minajlar qo'yilgan. Judayam sifatli mexanizmlardan hisoblanadi. Ruchkalarimiz skryuti variant ruchkalar. Mana bu tarafda Ostrov ham xuddi shunday tandem mexanizm ishlatilgan. Kos firmasini 3D formatidagi petalarimiz ishlatilgan. Bunga 3 yil to'liq garantiyamiz bor. Mana yopilishini ham ko'rsatadi. Moykamiz hozirgi trenddagi moykalardan hammasi o'zining komplektida. Smisitili bakal yuvadigani bor. Meva yuvadigani. Plus filtr smisitili bor ichida. Tagiga mana joy qilingan har xil ximikatlarni qo'yish uchun. Bu yoqda ham mana tandem mexanizmiga tortmalar qilingan. Mana yopilishini ham ko'rishlaringiz mumkin. Birinchisida mana tepasida xona. Встроенный texnikalarimizni kiritganmiz. Bu yoqda mikrovolnovka, tagiga esa dutovka. Bemalol foydalanishadi. Xonasi bor mana. Ikkinchi penalimiz. Tagiga xona qilganmiz. Bu yoqda mana sensor datchikli освещение qilingan. Bu освещение o'z o'rnida tortmalarga ta'sir qiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ochganda, foydalanganda yorug' bo'lishi uchun. Bu yoqda alohida Ostrov yasalgan. Chap tarafdan 4 ta stul joylashtirilgan o'tirish uchun. O'ng tarafda hali ko'rsatganimdek xonalar qilingan. O'zlaring ko'rib mana baho beringlar. Oxirida shuni aytishim mumkin. Bir o'yin o'ynaymiz. Mana shu oshxona mebelini, mana shu turishi qanchaga tayyor bo'ldi summasi. O'shani qanchaga tayyor bo'lganini topgan obunachimizga karta raqamlarini bersalar 100 ming so'm o'tkazib beramiz. Qani kommentariyaga hamma. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.